Tezkor xabar: Ertaga O'zbekiston hududining qaysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishi e'lon qilindi. Barcha fuqarolar soyabonlarni tayyorlang. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostida like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Layk bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. O'zgidromedik agentligi 23-may kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida vaqti bilan o'zgarib turadi va kunning birinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Harorat kunduzi 30-32 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi ham mumkin. Harorat kechasi 19-24 daraja, kunduzi 28-33 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyati va respublikaning tog'li hududlarida ba'zi joylarda havo bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qolgan viloyatlarda yog'ingarchilik kutilmaydi, deyiladi xabarda.